Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozalarimiz kraskaga tayyor holatda. Bir aka-ukalar, qadrli obunachilarga kraskadan oldingi holatini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu darvozamiz 380 ga 330 joyga tushadigan darvozamiz. Mana kraskadan oldingi holati kraskaga tayyor. Mana bog'lasa hech qanday zang-pang, eski uloq narsalar bo'lmagan. Bog'lasa yaxshi holatda. Bitta gruntovkalarni sepib chiroyli qilib devo kraska beriladi. Bu darvozamiz ikkilik listda bo'lgan varianti bular. Atrofi 10 uchlik stenada profil bo'lgan, stoykalari, taglari shivillar. Hozir bitgan. Yana bitta darvozamiz tayyor. Bu mana 1/3lik listda bo'lgan, profillari 6 ga 4, 1,5lik stenada bo'lgan. Bunisi ruchkalarigacha qo'yib, kraskadan keyin ijinkalar yopishtiriladi. Bu holati, garaji ham bor buni. Bu darvozamiz 1/3lik varianti 700 ming so'mdan, 720 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Farg'ona viloyati Rishton tumani Jahonobod qishlog'iga o'rnatiladi. Garaji. Garaj taklanib ochiladigan qilingan, yana ikkita kichkina kalitkasi bor. Ikkilik listlarimiz, mana ikkilik listda bo'lganlar, bular 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan. Listlari ikkilik, profillari 6 ga 4, 1,5lik stenada bo'lgan. 1/3lik variantlari esa 720 ming so'mdan. Listning o'zida farqi bor xolos. Stoykalar 10 profil bo'lgan, taglari shivillar. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib joyida o'lchab, razmerga esa berilaveradi. Kataloglarimiz bor. Telegramdan yozsalaring bemalol kataloglar tashab, oilaviy ma'qul kelganini berilaveradi aka-ukalar. Doim kuzatib boringlar. Xudo xohlasa o'rnatish jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.